Assalomu alaykum. Bu video murojaatimiz O'zbekiston Transportnik vazirligi transportni xodimlariga. Biz bugun 5-sutka 5-kun Moskva Одинцово qo'li yuklab o'tib 5-sutka уже turibman. Bu yerda 15-20 ta mashina bor. O'zbekiston mashinalari, Vodiy, Voha, Toshkent hamma mashinalar bor. Kola hepsi yuklab kelgan. Основание nima? Nimaga sabab tushirib ketdi? 15-20 ta mashina Laginskiga ham ketgan yuk tushirgani, endi ham turibdi o'zi. Hali yuk tushira olmasdan. Biz bu yerda Одинцовоda bu yerda turibmiz. Qachon yuk tushadi? Qachon? Klientni haqqi 3 sutka 72 soat pogruzka, vigruzka. Tushirish yuklash. Уже 5-sutka. Prostoy to'layman demoqda, prostoy so'rasa. Endi prostoy to'lagan taqdirda ham biz prostoy uchun yashamaymiz-ku bu yerda. Turavermaymiz. Nima sababdan ushlab turganini aytmoqda. Erta, indin, bugun ash. 20 kun bo'lgan mashinalar ham bor mashina. 20 kundan bir turgan mashinalar ham bor. Основание sababini keltirib bera olmaydi. Nima uchun ushlab turibdi? Shuni transportnik vazirligi ko'rib chiqsin. Nimaga biz O'zbekiston mashinalari biz bu yerga arz qilib yo bir muammoyimiz so'rab boshqa qilsa, biz bir odam o'rnida ko'rmasdan FSB chaqiraman, spesna chaqiraman. Короче, chiqib ket, kutasan, shu. Nima sababdan? Biz endi bu yerga yuklab olib kelsak, nima sababdan biz bu yerda kutishimiz kerak? Nechta masalan Gruziyaning mashinasi, Turkiyaning mashinasi, Belarusning mashinasi, Rossiyaning o'zining mashinalari mana kelibdi, yukini tushiribdi, yukini yuklab ketibdi. Nimaga O'zbekistondan eksport, import olib kelgan yuklarni nima sababdan sira tushirolmaydi? Nimaga ushlab turibdi? Yuklamani umuman. Pepsi, Cola yuklama. Yuklab chiqman. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, umuman Pepsi, Cola'sini o'zi to'shayversin. Yuklab o'zbek voditellar. Hep çıkmane be, kemane. $2000 versem, 3000 versem, kemane yüklep. Bunaqla 15 kunlab, 20 kunlab yotasizlar mana qilib. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.